dunyoning eng chiroyli mashinasi deb shu Ferrari'ni aytishadi va ushbu avtomobilning nomi SP3 Daytona. Daytona nomi Ferrari'ning 1967-yildagi Daytona 24 soat poygasidagi tarixiy g'alabasiga bag'ishlangan. 840 ot kuchiga ega bo'lgan ushbu avtomobil 0 dan 100 gacha bo'lgan masofa 200 dan 85 sekund, maksimal tezligi 340 km/soat. Eng e'tibor tortadigan elementlaridan biri Butterfly uslubida eshiklarning ochilishi odamga zavq beradi. Hozirgi paytda pulingiz ko'p bo'lsa ham ushbu avtomobilni sotib ola olmaysiz. Sababi dunyo bo'yicha atigi 599 dona ishlab chiqarilgan. Bu go'zal avtomobilni videoda emas, jonli ko'rishni xohlasangiz, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubay shahrida joylashgan eng qimmatbaho showroomimizga taklif qilaman. Manzilni izohlarda yozib qoldiraman. Aytgancha, ko'rganda ko'rishguncha videoni saqlab qo'ying va yaqinlarga yuborib